Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıra ağacıyoruz ya. Bugünkü istağış 2023 yıl 11. ayının 5. günü öptüğü yakşembe vatandaş. Bugün biz vakit qoğuluşup, yani vakitnin keyinden otturğu çıkıvatqa, ya vakit içinde otturğu çıkıvatqan vakalarga nazar ağdıraylı. Bugün Hong Kong meselesi, mesela Hong Kong'da neme iş? Hong Kong doğrusu Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Meclisi qanday qonun loyiha maqolladi bu bir. Intayin muhim gap. Chunki Rais Xi Jinping Kaliforniyaga kelyapti da vatandaş. İkincisi hozir Tayvandagi saylov meselesi. 12 ay o'tdi, Aralıkta 1 ay kelar yil kirib kelish bilan Tayvanda saylov boshlandi. Bu ish. Ondan keyin tunigan dedi Kanada Davlat Müdafaa Ministeri Bilayir Efendi bayanat e'lon qilib degidek Jungoni ayblab bir hafta ichida 2 qatim Filipin atrofi yoki Spratel taqim orollar atrofida vazifa ijro qilayotgan Kanadaning bir dona tikuvchar aeroplaniga tahdid xarakterlik. Mesela dastlabda yaqinlab kelibdi, ikkinchi qatimda o'q etibdi, rasmiy o'q etibdi. Buni Xitoy tilidagi tarjimasi yong'uvchi bomba deydi ekan bu. Amaliyotda bombaning hammasi yonadi, lekin o'q etibdi, o'q tegmabdi. Endi bu taqdirning shunday o'rinlashtirishidanlar. Bu to'g'rida Kanadaning Davlat Müdafaa Ministeri Bilayir qattiq zarba xarakterlik Jungo hukumatiga ogohlantirish berdi. Bunun kendilerinden sizlerle sözleydiğimiz yarı nime deseniz vatandaş. Japonya'nın veziri delmuş beytte. Mesela Spratel aralları etrafında bu vaka yüz bergen Japonya'nın veziri Fumio Kishida Filipin'i ziyaret kılıp Filipin'in prezidenti Marcos ile görüştü. Bu aralıkta biz Filipin doğrusu 2 qatim haber verdik sizlerle vatandaş. Parxod, ig'vogarchilik Xitoy harbiy qismlarining bu qatim Yaponiyaning Burayinga kirib kelishi, mesela vazirning Filipin atrofiga yetib kelishi, amaliyotda Tayvan atrofiga yetib kelishi deb bilsangiz bo'ladi vatandaş. Bu yerda ikki davlat o'rtasida tuzilgan kelishim, ya'ni e'tibor berish, dal e'tibor berish kelishimi. E'tibor berish kelishimi Yaponiya, Filipin aralığı ve Filipin devletiga mush atrofning vaziyatiga e'tibor berish. Bunda harbiy ishlar, harbiy mashq, bu yerda 3 davlat, Amerika, Filipin, Yaponiyaning hozir ittifoqi. Filipin uchun ittifoq, 3 davlat ittifoqi shakllandi deymiz vatandaş. Endi bu Tayvanga Jungoga munosabatli ishlar bu. Endi yana bir noktada biz aytib qo'yaylikda Tayvandagi saylov meselesi. Hozir Tayvanda 4 odam saylovga nomzod bo'lib chiqdi deyli. Birinchisi Lai Ching-te bu hozirgi navbatdagi prezident Tsai Ing-wenning muavin prezidenti va hozirgi hokimiyat beshidagi partiyaning siyosiy arbobi deyli. Lai Ching-te bu kishi saylovga chiqdi. Aralıkta Lai Ching-te'ni tashlaydigan bilet yoki el rayida tushib ketdi deyilgan edi, 30%ga tushib qoldi deyilgan edi. Tunigillaton to'g'ri betida hozir umumiy xalq birlashish. Masalan, Tayvanning siyosiy atalg'isida ko'klar va yeshillar birlashish degan gap davomli takrorlanib turdi. Bu partiya guruhlarga qaratilgan edi. Endilikda partiya guruhlardan olqib umumiy xalq qaysi partiyaga mansub bo'lishidan qat'iy nazar umumiy xalq bilan tashlash shaklida bu qatimqi saylovda Demokratlar partiyasining muavin prezidentini yana qayta rasmiy prezident qilib saylash hozirgi shamolda, hozirgi iqlimda Tayvanda muqimlashib bo'ldi degili bo'lmaydi saylovni. Shundaq bir yuzlanish o'tirg'i chiqdi. Endi Kuomintang partiyasi tarafdan Hu Yuyi degan bir odam o'tirg'i chiqdi. Uning bozori toza ishtik emas. Shuncha bo'lib Kuomintang bu Tayvan Taybega shahar boshlig'i bo'lgan sobiq shahar boshlig'i. Hozir buning ifodasi nima desangiz,
Onun burun partiyası yok idi. Mustaqil namzat o'rnida qatnashib Tayban shaharga boshliq bo'lgan edi. Endilikda saylanma tushganda tuyuqsizli buning keyinda Minjungdang, ya'ni Alamalla partiyasi desin bo'ldi, Avam palata, Avam yoki Xalq partiyasi desin bo'ldi, shunday bir partiya. Buning keyinda o'tirib agishib chiqdi. Hozir partiyalik arbob bo'lib qoldi. Biroq bu Kovinje to'g'risida pulga qaraydigan yillar 2 qatim masxir qilib xabar e'lon qildi. Nima dedi? Birinchisi mavzusi, agar sen Tayvanlik saylamda biletni Kovinjega tashlaydigan bo'lsang, vaqti sen bu saylam biletini Reis Xi Jinpingga tashlagan bo'lasan dedi. Anda ikinci qatimliq mavzuda Kovinje ve uning atrofidagi saylamga namzat bo'lg'uchilar va qo'llovchilar Jungkokom partiyasining Tayvandagi agentleri deydigandak yoki shuning odamlari degandek shunday mazmunda 2 qatim mavzu ba'da Kovinjeni mushu darajada tushirib o'tdi. Ahoyu deydigan endi Tayvanda Kuomintang partiyasi uning ortiq samimi yo'q. Endi kepçe hazır burunqi saylanma tushgan Jolilin degan odam umi orlashib kelyapti. Tayvanda eng asosli masala nima saylamda vatandoshim? Biz burunqisi qo'yib turaylik. Prezident Joe Biden hukumatda Oqsaroyda vazifa o'tagan kundan boshlab 3 yil deydi. Mushu 3 yil ichida Tayvan Amerika munosabatining qaysi darajaga ko'tarilganligini ko'rib tursiz. Ko'rib turdik, tahlil qildik vatandoshim. Fakat bir qadamla qoldi hisobda. Shu qadam yomon eg'ir qadam ekan. Bu qadam yani Tayvan to'g'risida gap qiladigan bu qadam bek eg'ir qadam ekan. Vatandosh, bu eg'ir qadam eg'izdan chiqmayapti. Mayli qaysi tarafdan bo'lsin, eg'izdan chiqmayapti vatandosh. Şu darajaga yetib keldi. Gap hamda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Tayvanning munosabatini Tayvanda rais prezident Tsai Ing-wen xonim Amerika Tayvan munosabatini qandoq diplomatik yo'llar bilan mushu kunga elib keldi. Masala buni saqlab qolish masalasi. Uluq okean rayonida Amerika bilan Tayvanning munosabatini saqlab qolish masalasi. Başka partiyalar hakimiyet meşakkasi malı topulan kötürenmeydi. Lekin gap bunu demez. Hazır Tayvan Amerika münasebetini yaxşılığan ve yok kuru baldak kötergen Tayvan'daki partiya Demokratlar Partisi vatandaş. Yani müşlak vakti sayılamda Demokratlar Partisi utup alıdığan bolsa Tayvan Amerika münasebetinin dercisini saklap kalalaydı ve devamlaştıralaydı de perez kılsınız. Yani şunundan Tayvan'daki sayılamdan qanchalik jiddiy ekanligini bilasiz. Ondan Go'Tayman. Bu Go'Tayman degan asli Kuomintang tarafdan ekan, hozir Kuomintangni xalos qildi. Kuomintang bilan aloqa munosabati bo'lmaydigan va uning nomida saylamga nomzodga tushmaydigan faqat mustaqil bir odam yoki bir nomzod sifatida Tayvanga prezident nomzodlikqa ko'rsatildi. Hozir bu iqtisodiy jihatda zo'r zarbaga uchirdi Jungkokom partiyasining. Shundoq bo'lsa-mu chekinmayman dedi bu odam, shundoq g'ayrat qilyapti. Lekin bu odam to'g'risida uning siyosat maydoni va yoki Tayvanga qandoq rahbar bo'lish maydoni to'g'risida ochiq bir gap yo'q. Biroq bu kishining irodasi qarasangiz shunchalar ziyon tortdi. Jungkokom partiyasi qo'l soldi. Tayvan savdogarlari saylamda qaysi tarafda tursan degan masalani Tayvan fuqarolari, Tayvan grajdonlari va Tayvan savdogarlarining oldiga tashlab qo'ydi Reis Xi Jinping. Mushundaq ahvoldan chekinmayman dedi. Demak bu odam nomzod bo'lib saylamdan chekinmasa uning siyosiy g'araz va muddai nima? Hozir bu kishidan kim tarafga og'adiganligi yoki Amerika tarafmi yo Jungkokom partiyasi tarafmi? Jungkokom partiyasi taraf bo'lsa shunda o'ynayaptamdi o'yinni masalan. Başta şurimiz iqtisodiy ziyon solamiz degandek o'yinni yoki undoq emasmi? Bu taraf aniq emas. Hozir Tayvandagi saylam nihoyat jiddiy vatandosh. Namzat nuqtai nazarda hozir tanlash xarakterida vaziyat intayin jiddiy. Ani shundoq jiddiy bir paytda hozir o'tirg'i chiqqan bir masala yana nima desangiz vatandosh, bu masala mundaq masala. Bu mesele mundaq mesele.
Mesela aradan 3 yıl öttü. 19. yıldan 2019 yıldan hesaplasanız Şangang'da yüz bergen bir yıllık namayış en ahırki hesapta bu namayış 2 milyondek adama katnaştı. Qitim emas, naq meydan 2 milyon adam namayış katnaştı. Muşu namayış katnaş jarayonida Amerika Kongress Davlat Meclisi davamlı ifade bildirip keldi. Hatta Şangay, Hong Kong'un siyasi erbapları Li Jiyin qatarlıqlar Amerika'yı ziyaret kıldı. Bular Amerika'yı ziyaret kılıp qayt bağandan keyin bularni hammasini demokratlarning hammasi yig'ishtirib junga qo'lga oldi vatandosh. Hozir Li Jiyinni sot oldida turdi, sotlanish oldida turdi. Junga Kompartiyasi bularning hammasini qo'lga oldi. Qo'lga olishda asos qilgan bir qonun, ya'ni Junga Kompartiyasining nomi Davlat bexatarlik qonuni. Davlat bexatarlik qonunini e'lon qilib, shuning asosini qo'lga eli va hozir bularning taqdirini shu yerda qo'yib turaylik. Endi oradan 3 yil o'tib, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi 11 oyning 2 kuni. Esingizda bo'lsa vaqt bir qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Bu qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Jumlasi nima, mavzusi nima desangiz, Hong Kong embargo qonuni. Amaliyotda Hong Kongda qaysini embargo qilish qonuni. Bu qonun e'lon qilindi. Hozir tafsiliy qarasangiz, buningda Shanghai, Hong Kongda 49 nafar qonun adliya arboblari. Undan keyin taftish arboblari. Ondan keyin soqchiga rahbarlik qilganlar shuning ichida bo'lsa kerak. 49 nafar. Bu 49 nafar odamning ismi, jismi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bu qatim qonun loyiha ma'qullab embargo qildiganmi. Hisobda qonun adliya sohasida Shanghai, Hong Kongda qanchalik odam bor? Buni bilgili bo'lmaydi. Men hozir hisoblab bermayman uni. 49 nafar yoki 50 nafarga yetgan ekan vatandosh hozir Hong Kongda qonun adliya, qonun bilan tartib va so'roq qilish jinoyatchilarni. Masalan, adliya qonun va sistemi doirasida yana qaysi bir qonunga, masalan, Jungoning qonuniga asosini bularning ustidan hukm chiqarish. Shunday bir tartib qo'y qonun degan hozir Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayon mustamlik Uyg'uristonning Xitoyning qonuni shunday. Hong Kongda shunday. Lekin Hong Kongdagi qonunda kichkina bir yo'l qo'yish, kichkina bir e'tibor qilish bo'ladi. Chunki nayta ochiq qoldi xalqaro rayon, xalqarolashgan rayon Hong Kong. Shunga Xitoy bu yerda o'xshamaydi. Masalan, namoyish qatnashganlarni vatanda etib tashladi, Uyg'uristonda etib tashladi, qatnashganlarni etib tashladi. Nima vatandosh bostirdi. Ondan keyin qo'lga olinganlar 20 yil, 15 yil, 17 yilda qamoq jazosi berildi. Bir qonun deyli. Qo'shtirnoq Xitoyning qonuni. Ammo Hong Kongda 2019-yili namoyish qatnashganlarning hammasi qo'lga olindi. Uning kesilgan qamoq jazosi 20 yillik, 3 oylik, ko'p bo'lib ketganda 1 yil. Ko'rdingizmi? Ikki xil rayonda siyosatning ikki xilligi, amaliyotda atalmış qonunning ikki xilligi, siz buni ko'rib ola olasiz. Shunga bugungi kunda Hong Kongda qonun degandimi, Xitoy shunchalik muomala qildi, biroq bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning yoki Hong Kongning shu qonuniga nisbatan masalan 49 nafar qonun amaldorini embargo qildi degan gap Hong Kongning qonun sistemasini butunlay inkor qildi degan gap. Bu Junga Kompartiyasi uchun intay og'ir gap vatandosh. Bütün qonun sistemasi inkor qilindi degan gap. Oraliqda Amerika Qo'shma Shtatlarining bu yerda buni 5dan bir abzasini anglab o'tgan vatandosh. Aradan 3 yil o'tganda yana qo'l soldi. Amerika davlat bexatarligi qonunini bo'g'ib tashlamoqchi bo'ldi. Amerika Shanganga yo'l qo'yilgan davlat bexatarligi qonunini bo'g'ib tashlamoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 11 oyning 4-kuni Erkin Osiyo radiosi tayinli programmasi e'lon qilindi. Bu bir obzorchininki 11 oyning 2-kuni e'lon qilingan qonun rasmiy o'ta saqlaqliq. Yani vaqti kelganda ko'ramiz vatandoshlarga. Anda hozir bu obzorni yozgan kishi kim bo'lsa, Huang Shizi. Obzori
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi a'zolari Hong Kong embargo qonun loyihasini o'ttirib qo'ydi. Hong Kongda 49 nafar qonun amaldori, taftish amaldori hamda davlat bexatarligi qonuniga munosabatli kishilar embargo tizimlandi. Gerçi növbetki bu qonun loyiha ilgari ikki palata o'qib o'tilgan. İlgirki iki palatada o'qib o'tilgan. Tashqi munosabatlar komitetining tadqiq qilishiga topshirilgan, ma'qullanadigan aniq vaqt tartiblari bo'lmasimi, qonun loyihaning mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, qonun loyihani davlat majlisi tartiblash va muhokama qilish tartiblaridan qaraydigan bo'lsak, bu qonun loyiha ma'qullash vaqtining nihoyatda tez bo'ladiganligini ko'rib olaymiz deydi. Mesela devlet meclisinden nurg'un qonunlar ma'qullanadi, vatandaşa birisiga 2 yil ketadi, birisiga hatta 1 yil ketadi, hatta 2 yil ketadi vatandaş. Hozir gap nima deyapti? Bu qonun loyiha Amerika Davlat Majlisida 11-ayning 2-kunida o'tirib qo'yildi. Ma'qullanish darajasidan aytsang, bu nihoyatda tez arada ma'qullanadi deydi. Ya'ni bu yerdagi bir gap, bu qonunşünaslarni, adliyani, qonun amaldorlarini jinoyati bor deb jazolash 1947-yili Amerika Qo'shma Shtatlari Nürnberg Germaniya xalqaro sudida Germaniya qonun adliya odamlarini ham sotlash jarayoni jinoyatchi bo'libmi, buning ichida gavdilik bir hukm. Sen siyasi ziyankeşlik qilish qatnashdingmi, sen jinoyatchi. Demek siyasi ziyankeşlik. Başka ijtimoiy jinoyatlar eg'izga ilindimi bu qonunda ko'rmagan ekan bilmaymiz. Biroq bugun tilga ilingan bu Huang Shizining obzorida sen siyasi ziyankeşlikka qatnashgan bo'lsang, sen bugun jinoyatchi. Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida qonun deb eliqada kiyim va shapka Qasqan şapkalarni kiyib olgan atalmış qonun adliya amaldorlarining hammasi birinchi qonunsiz ko'chmanlar. Ya'ni Xitoydan ko'chib kelgan ko'chmanlar. Ikkinchisi qonunsiz hokimiyatning qonun adliya arboblari. Uchinchisi bu qonunsiz amaldorlar Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarni sot qilishga qatnashdi, sot qilishni tashkilladi, o'rinlashtirdi va hukm qildi. Butunlay qonunsiz. Çünkü sen köçmen bulup Şinjan Uygur Avtonom Rayonunun müstemlik Uyguristan'a yetip gelgen gubernatör milletinin adamları. Bir yerde sana söz ketmeydi o. Bırak bugün endi hesaplanmış Hong Kong doğrusunda Amerika Devlet Meclisi ma'qullagan qonun loyihani o'xshashli apırıp Şinjan Uygur Avtonom Rayonidagi atalmış qonun amaldorlar tatbiq qilsin bo'laverdi vatandaş. Şunak ya? Elbette şundak bo'ladi. Hozir bu yerda 2 qonun, 2 rayon. Hong Kongdagi ahvol bu, mustamlik Uyg'uristondagi ahvol o. Hozir bu yerda qonun sud qilish, qora qo'yoq sud qilish, qalaymagan sud qilish, masalan davlat qonuni, davlat bexatarligi qonuni shaklda sud qilish, so'roq qilishdan hammasi qonunsiz bo'lib turmay, hozir vatanga qarasangiz bu ishlar ikkinchi bir xil. Masalan 17-18 yillarda Uyg'ur 2018-yillari qo'lga ilingan Uyg'urlarga soqchi idorasi yoki taftish idorasi qo'lga ilish qog'ozini mushunda ko'tarib kelib, uning o'zi ya Xitoycha ya Uyg'urcha bir yeziq yozmay, beshi qarasangiz qo'lga ilish qog'ozi hatta zanglik etib, masxara qilib shu darajaga yetdiki, u qog'ozni qo'lga ilingan Uyg'urning qo'liga tutqizib qo'yib, sen buni katakchilarni o'z qo'ling bilan to'shqaz, ya'ni men mandaq jinoyatchi, yoki men mandaq unsur, yoki men mandaq millatchi deganni sen o'z qo'ling bilan to'shqaz. Masxara mushu darajada bo'landi. Bir natovan, aciz milletni bozak qilish mushu darajada bo'landi. Uning zamin tuprog'ini egallab olish, ya'ni uning egisi bo'lgan Uyg'urlarni atalmış qonun oldida mushu darajada mazoq qilish. Hozir sen bilan biz his qilamiz buni vatandosh.
Bütün millet Uygur his kıla alamdı. Yok bunu bilgili olmaydı. Ben dedim ki mağrıptın ayrılgan millete fikir ve an olmaydı vatandaş. Bizden mağrıpıdan ayrılıp müstemliki mağrıp sesimizi terbiyelengen milletlerin azaları da enek, an ve millet eni ve yeki başka kanun eni ve başka idrak. Bu nesle terakki kılgan olmaydı vatandaş. Yok. Muşundaq ahvalda qalğan milletni muşundaq məskir qıldım. Bugün Amerika Qoşmuş Ştatları 47-ci ildə Germaniya faşizmi Natsiyaslar Partisi hökmranlıqda Germaniyada kanun ediliye nimeydi? Sen cinayetke katnaştın. Mesela en akıllıysan siyasi ziyankeşlik kılış kanun cinayetçi de hesaplap siyasi ziyankeşlik kılış katnaşkan bolsan sen cinayetçi. Şuna şu kanun ediliye adamları doğrusu sen cinayetçi diyen müşü tatbiqlaşını ya ki şu vaxt tüzülgen müşü kanunu Amerika Qoşmuş Ştatları bu kıtım ekilip Hong Kong'u tatbiq kıldığı deydi obzorçi Huang Shizi efendi. Yani biz bunu nemde plus çıkırmız hazır? Kaliforniya et yığın içildi. Reis Xi Jinping hazır Amerika ile bolgan münasebetini aktiflaştırışkı ve yaxşılaşkı can cehli öyle aldıravatıdı. Mesela yakında Amerika Qoşmuş Ştatlarından yezigilik vekiller ümüge Beijing'ini ziyaret kıldı. Mesela uçar yol basla ayrıpılan Atirtinin en adakı azası yaki kerip yaşınıp şu derece kilip kalgan bir kişi Beijing'ini ziyaret kıldı. Bu uçar yol basla Atirt'i Japon'a karşı vuruş devrede Xitayga yardım kılıp Amerika armiyasının mesela Koyilin tağları arkalı her bir yardım verip şu vakti Gomindan'a her bir yardım verip Muşundak Jongoni Japonya'nın mustamlikisinden kutuldurgan Amerika erbaplarında en ahırkı kırıgan yaşangan bir kişi yakında Beijing'ini ziyaret kıldı. Bunların hemmisi nime cilve kılış. Beijing Kompartiya hükümetinin Amerika'ya cilve kılışı. Yani Johnson'ca ne mi dedi? Wang Jingwei dedi. Bu kadın prezident halk ve Rimiribo Cungo'nun halk gezisi ilan kılıngan Jongshin namıda imzası ilan kılıngan bir parça makalada hazır Amerika Cungo münasebetli yaxşılaştın ciddi peyt yetip geldi degen mavzu. Şunu elep obzorçu Johnson'ca ne mi dedi? 37 mi 37. mi 27. yıldaki Wang Jingwei 37. yıldaki Wang Jingwei Japonya'ya teslim buluştun bütün şartlarını hazırlayan Wang Jingwei ile okşaşlık bir günge koyup bugün sen Reis Xi Jinping tarihteki Wang Jingwei'den nime farkın var? Demek ki gökürdün, gören oldun, ahır keldim. Neymiş ki şunu kılmakçı? Neymiş ki devletinin işindeki vaziyeti ciddileştirmekçi? Neymiş ki Amerika Cungo münasebetini ciddileştirmekçi? Neymiş halk arası vaziyeti ciddileştirmekçi? Ahır keldin, kondaka düştün degen gep. Kondaka kondun degen gep, teslim boldun degen gep. Endi bir yerde hazır, siz biz ensirep durduğun bir iş, Amerika Cungo münasebeti yaxşılanıp muşu dereceye yetse, Cungo Xitayga, Cungo Xitay hakimiyeti, siyasi hakimiyeti müstemlik Uygurustan kandak muamele kılıdı ve muşu yaxşı keyfiyeti devamlaştırış meselesi de Amerika Qoşmuş Ştatları müstemlik Uygurustan kandak muamele kıldı. Mesela Amerika Qoşmuş Ştatlarının muamelesi 10. ayının 18. günü 51 devlet şuğa taktığını ki gep koy vatandaş. Şuya kilip toxtadığı Uygurlarını kollaş cihatte 51 devlet. Muşunda kileyli endi bunu da siz bir gün ensirep durursunuz biz insan biz Uygur dep yaşavatkan bir insan Uygur'un takdiri şu. Yani bugün medi eşsiniz hazır Reis Xi Jinping Kaliforniya'ya kilidi. Hoş, 11. ayının 2. günü Amerika Devlet Meclisi Hong Kong imborga kılış kanun layihasını oturup koydu. Demek bunu da qaraganda yani Amerika Devlet Meclisi'nin batırları, kaysarları herkes yanğını yok. Cungo ile münasebetini yaxşılaş ve yakı başka cihette etkanda hiç kaçay yanğını yok. Prensipte çıng turvadı da vatandaş. Mana bu siz için, biz için alkışlaydıgan
bir nokta.